Sabahdaşlar yaxşı tudunlama. Aldı bilen sizning bugundan boshlab mening o'quvchim bo'lganligimni men qizg'in tabriklayman. Bugun 4-ayning 2-kuni. Bu bir yaxshi kun. Chunki bu men va sizdan iborat odamning bir ulangan vaqtida odam hayotini nurg'un tuzsiziqchu. Har birimiz nurg'un imash tuzsiziqlarning ichidagi bir tal tuzsiziq. Ba'zi tuzsiziqlar mangu bir-biridan kesishmaydi. Masalan, dunyoda nurg'un odamlar va ularmu sizning bog'liqligini bilmaydi, sizlarmu ularning bog'liqligini bilmaydi. Bunda o'lib ketadigan ish bor. Shunda bo'ldi-da. Yana nurg'un odamlarning cho'disi hayoti ya kafexonada ya oshxonada yoki oilada yoki mana shundoq kiyikudi yoki to'rda kesishib qoladi. Kesishgan vaqtda ashka odamning o'rtaq bir nuqtada turib qolgan vaqtida men buni go'zal o'ylayman. Men hayotimda menga mayli qandaqli sababdan uchragan bir odamni men hargizlik oddiy tasaddibilik deb o'ylamayman. Chunki dunyoda tasaddibilik degan narsa mavjud emas. Qat'iy mavjud emas. Xuddi bizning darsimizdan bog'i Einsteinning gapi tabiiy ish g'alotmaydi deb. Shunga balkim bizning hayotimiz mana shu bugun soat 5:25 o'tganda kesishdida, hammamizning o'rtaq kesishdida hozir. Bu bir go'zal ish. Bugun sizlarga xushal. Menimcha, endi faraz qilaman. Menmo xushal. Nimishqa deganda, bunda ochib aytganda, sizlar bir gul bog'van girishdi. Bog'van cho desa, gul girishdi. Bog'van uchun gul olmas, bog'dan ya guldan ayrılsa o bir odamga aylanib qoldi. Bog'van o'zi bog'van bo'lolmaydi, mumkin emas-ku. O cho'qim bog'van bo'lish uchun uning bir gul kerak. O'simlik kerak. Bog' kerak-da. Bog' bo'lsa, bog'van bo'ldi. Hamda o'simlik gulchu. O bog'van bo'lmasa, o'simliklarchi deganda o tabiiy qurib ketgan gap. Shunga bugun men sizning mening o'quvchim bo'lganligimni qizg'in qarshi olaman. Hamda biz ba'zi e'lonni chiqarganda haftada bir degan. Haftada bir dars o'timiz degan. Amaliyoti shu deganda dars haftada bir emas, haftada 2. Ya'ni payshanba soat 5 bilan 6 ning oralig'i bo'ladi hamda. Yomg'irsi yakshanba 5 bilan 6. Mushk vaqt asosiyatdan muqim vaqt yo'ldoshlar. Nimishqa? Chunki uzun o'tmaylar. Bu darslar sizning hayotinglardagi intayin muhim bir qismini aylanib qoldi. Hatto sizni xushal qiladigan, hayotingizga rangaranglik ato qiladigan, hech bo'lmaganda hayotingizda bir seg'inish paydo qiladigan. Seg'inish deganni tushunamsizlar? Odamning bir seg'indigan narsa bo'lsa, bu odam mangu ro'y kasal olmaydi. Mushkupim esingizda bo'lsin. Buni keyin texim aniq tushunsizlar, hozir bilib olinglar. Bir seg'indigan narsa va odam mangu kasal olmaydi. Seg'indigan narsa bo'lmasa, masalan, yeyijim. Aranglarda cho'qim nurg'unlar iyi bo'lib qolganlaringiz bo'lishi mumkin.
Ana ularda seginish yo'q, hissiyat yo'q, ochiqmi yo'q, xushalliqmi yo'q, hech nima yo'q. Shunga bu darslar uzun o'tmay sil bir seg'indigan narsaga aylandi. Ham uzun o'tmay meni to'liq tushunamasanlarmi, burunqidan yaxshiroq tushunsizlar. Har qanday bir odamda bilib olinglar, xuddi masalan yo'lning o tarafida bir odam bor, sil yo'lning ma tarafida uning undidori silda bor, silning undidori uningda bor. Misol, shunlar sil undidorda xat yozdinglar qarshi tarafga. Mayaga keling deb yozdinglar-da. Gap qilmadinglar, ovoz chiqarmadinglar, undidorda uchur yo'lladinglar. Shunlar umo silning undidorda yozgan xatni topshirib oldi, yeniliq keldi. Qaranglar. Demak, bu yerda uning yo'ldan kesib o'tib, silning yeniliga kelishiga sababchi bo'layotgan aloqa nima bo'ldi desa, ovoz bo'lmadi. Ovoz bo'lmadi, sharatmi bo'lmadi. Faqat undidorda xat yozdinglar, u uchurni topshirib yeniliq keldi. Bu o'xshatish intayin muhim o'xshatish. Chunki normal sharoit ostida odamlarmi bir-birsiga signal taqtishadi. Signal taqtishadi. Boshqalarning sizga qanday muomala qilishini amaliyot sizlar belgilaysizlar. O'tganda bir qiz maslahat so'rab dedi. Bu qaynonasi, qaynachisi ko'zi uchirib olib qishqa qaqshidi-da shu qaynonasi, qaynachisidan. Mushkil bilan deb kelib etib, erining maoshli yonbosadiganligini deb kelib, bu qizning hamda ota-onasi kichik vaqtda tugab ketibdiki, bir gapni qilib qoldi-chu. Ay ma'lum, bu ota-onasi bo'lmasa hammadan bo'zak qildi ekan deb. Qaranglar. Men signalni ko'ryapsizlar. Bu yerda bu bir ongcho bu. Ongning üst signal. Ong degan shu ishini do'shnang'chu. Zodi shu erining opsi ochisi singlisi bo'zak qilg'achqa bu qiz mushundoq o'yladimi yoki mushundoq o'ylag'achqa ular bo'zak qildimi? Mayat muhim narsa va amaliyat nima desa bu qiz nurg'un narsani tushunmaydi. Eng muhim nimasi amaliyatda bu qiz ashulaga xuddi undidorda uchur yo'llagandek qaynopsiga, qaynachisiga meni bo'zak qil, meni chetqa qilib qo'y, erigimi men ko'ngil bo'lma degan uchurni yo'llaydi. Uchurni yo'llaydi. Chataxiri bu uchurga ularmi shu bo'yicha inkos bildirdi. Ammo bu yer chataxir nima desa, demak bizning birinchi qildigan ishimiz nima deganda, dal shu o'ginib bir boshlang'ich saviyaga kelganda, boshlang'ich. Shu undaq uchurni yo'llig'ini ongsiz yo'llaydi uni. Biz ongga ko'tiramiz buni. Ongsizlikni ongga ko'tirish degan o'zining ashundaq yo'llaydig'ini bilish degan gap. Bo'ladi-da, asli men buni anda qilib tikayman-da, signal yo'llab tikayman deymiz. Birinchi qildigan ishimiz to'xtatimizda bundaq qilib ziyonliq passiv signal yo'llashni. Ondan keyin andan aktiv signal yo'llash andan o'rganamiz. Meni yaxshi ko'r. Men sodiq bo'lishga qanday signal yo'llagan ekansiz? Yoki men shuni badamsizlar ya. Qarsanglar, qaynapan qaynsanlar, birini epirib ketgan. Bu bo'ldi bu. Biroq bu saviya to'liqsiz saviyada. Demak, yo'ldoshlar, endi men uchun sizlar kim? Men uchun sizlar mana o'quvchim bo'lib qolmasdan mening do'stim hisoblansizlar. Ammo
Bu yerda bir narsani xatolasizlar-da. Men sizni ko'rmay qandoq do'st qila olayman? Chunki men kishilarga mening uyam shu Tianshan rayonida. Shu Bavallidan tortib tozliqchilar bor, kutkuchilar. Men hamma yerda ashulalarni ko'rishib, ashulalarni salom qilaman odatda. Ular o'zi bilib bilmay xo'sh ketadi, bakadim. Balkim jiqlaringlar amsiz ali ma'lum bo'lgandikan deb o'ylashingiz mumkin. No. Bir narsa esingizda bo'lsin. Bu ali ma'lum, ali qurbon muhim emas bu yerda shu. Men uni muhim deb o'ylamayman. Ular nima xo'sh bo'ldi bilamsizlar? Jiqlaringlar qaldisi g'ash keldim siz ali ma'lum bo'lgandikan siz salom qilib qo'ysangiz cho'qim xo'sh ketdi deysiz. No. Masala undaq yuzaki emas-ku. Ularning xo'sh bo'lishining asl sababi nima? Men ular qaragan vaqtda, ularga salom berganda men hargiz ular aynak qaragandiki o'zini ko'rgan o'zi bulduğu, onun qaramayman. Chunki men uning qaraganda uning o'zim his qilmagan ajoyib bir kuchlik, ajoyib bir go'zal qismi qarayman. Men shuning qarab muomala qilmayman uni. U chu desa, u o'zining men qaragan, men bayqagan, men gap qilgan holatini o'z bilmaydi. U o'zini aytdi, kichik, ojiz o'ylaydi. Men uningdan ko'rgan o qismini o o'zi ko'rolmaydi. Demak, hayotda odam shundaq bir hayotingda odamlar bo'lib qoldi. Tuquningli bo'lsin atayin, ota-onangli bo'lsin atayin. U bir yot odam bo'lishi mumkin. Shundaq bir odamlar uchrab, ular sizlarga sizlarning o'zingni his qilmagan tarafinglarni his qildirib qo'ydi-ku. Asli men munda odamman degan bir tuyg'uni shakllantirib qo'ydigan odamlar bo'ldi. Bu odamlarni hargiz unutqanman. Bu odam sizning ota-onangizdan muhim bo'lishi mumkin. Chunki odam hayotida ikki tug'iladi. Birisi ota-onasi tug'di. Ota-onaning tug'ishi cho'ng emas hamda u bir tug'ilib qoldi-ku hamda. Shu onamiz dadimiz bilan paranglashib ma'batishib qilib hamda biz tug'ilib qoldik. Muhimi hamda odam yana bir tug'ilishda, ya'ni o'zining ajoyib bir nusxasini, o'zi bayqamagan bir nusxasini bayqish kerak-da u. Men mondam odam kimman deydigan bir tuyg'u bo'ldi shu odamda. Bu tuyg'u pek güzel tuyg'u. Shuna o kishilarning meni ko'rganda xo'sh o'kishning sababi shu. U sababini bilmaydi. Ammo natijasini tuya oladi. Ba'zi odamlar bor-ku, endi tursak bir xo'sh ketamiz. Nemish xo'sh o'g'inimizni bilmaymiz. Ammo natijasini his qila olgandek, ammo natijasini his qiladi endi bir xil. Amaliyot onun sababi nima desa, men uning yangi nusxasiga muomala qilaman, yangi nusxasiga gap qilaman, yangi nusxasini men orqali. Demak, o dunyodagi nurg'un aynaklarning ichida mendan iborat aynakda u o'zining eng go'zal nusxasini ko'rdi o. Shuna xo'sh bo'ldi o. Ba'zi aynaklar qarasanglar shunda sat ko'rinsizlar. To'g'rimi ya? Har bir odam aslida har xil tuyg'ularni paydo qildi ashlar.
Demek hamma odam sil tunuydigan odamlarning hammasi hargizmi silga silga 100% to'g'ri ko'rolmaydi. Masalan, bildigan odamning hammasining kallasida birdan silli borda. Uning kallasidagi silla hargiz silli bo'lishing notayin masalan, masalan, hatto iringning kallasidagi sillimi haqiqiy silli bo'lishing notayin. Yoki silning kallandagi iringlimi amaliyotga iringli bo'lish notayin. O mumkin emas. Şu biz keyin oila to'g'riliq so'zlaymizmi shu er-ayol to'g'risida tafsili. Shu vaqtda bilasizlar, qaramoqqa bir oilani ikki odam tutayotgandek to'ylaydi-ku, endi ikki odam tutmaychi bu oilani. Bir er bilan bir ayol to'y qildi, ikki odam tutdi deb o'ylab qolmang. Bu yerda 6 odam bor-ku asli. 6 odam bo'ladi. Shu bu 6si varan churon qilib ketadi. Bu 6 odam kim? Birinchi, iringning kallasidagi siz. Bir bo'ldimi? Sizning kallangizdagi sizningda o'yingizda bir iringiz va iringizmish meni erim deb o'ylaysiz, u bir. Ana o'zingizning kallasida yana bir siz bor. Men shunda odam deb olasiz. 2. Eringizning kallasida men bunda odam deydi 2. Endi reallikda bir haqiqiy siz bilan haqiqiy eringiz bor. Shuning bilan 6 odam o'tib gap. Demak, shu odam to'y qilsa, 6 odam to'y qildi-da, mana bir masala bu. Shu bu er-ayollar masalasida otdiyla anda qilib, manda qilib, eringizning ko'nglini olib, manda kiyimni kiyib chiqing desa, u hal olmaydi. To'g'rimi o ya? Masala u yerda emas. Masala men aldirma tushundirma. Hatto sizlar hozir qiymish ering yoki ayolinglar nemish to'y qilganingni bilmaysizlar, mesela deb qo'yay. Nurg'odam nemish to'y qildingiz desa, shu o'tir maktab savoqchimda, oliy maktab savoqchimda, cho'ng tunishdigan, yaxshi ko'rib qolgan, qo'shnimning balasidan menda attiylam. Hey, u unda attiy narsa emas. Insonda bo'lsin, sizning jo'ringlar sizning mushu psixikangdagi ma'lum bir o'yman bir yuchuqning yoki bundaq bir o'rekning mas'uli u. O'rekning bir psixik ehtiyojingning mas'uli. Sizlardan nemish to'qig'ini bilmaysizlar. Mushu o'g'inish jarayonida o'rgataman sizlarga. O'g'ini bir yak bo'lganda, degan vaqtinglarda ondan sizning turmushinglar o'zligidan o'ngishlik ketadi, o'zligidan o'ngishlik ketadi. Shuna endi men o'sha yerdagi o'quvchilarga do'stim deb qarashimdagi sabab ham beshiga yenib kelaylik, tiymandan chetnamaylik bugün. Men sizlarni do'stim demayapman. Sizlar mening do'stim emas. Hozircha. Men sizlarning o'zinglarni bilmaydigan bir qisminglarni do'stim deyapman. Mana shu kerak. Shu kerak. Menimi shu dars jarayonida o'rgatadiganim nimasi? Ana shu narsa. Sizlarning eng yangi, eng go'zal nusxonglar. Mana shu nusxonglarni do'stim deyapman. Kelgusi sirlarni. Kelgusi sirlar emas, hozir sirlar u. Ammo kelgusi his qildigan sirlar u. Ammo men uni do'stim deb qarayman. Bu bugunlik sizlar kursha so'g'am. Hamda o ders anlashning nemisi var hamda buni mandaq nim deymiz. O'zining yo'li var. Ma darsxonda mendan boshqa odam so'zlayolmaydi. Bu to'g'ri bir ishda hamda. Bu o'rganish usulida Pomodoro'ni jiqtirib ko'rdinglar. Eng unumsiz o'rganish
anglap ögünüş. Anglaş, es tuş kabiliyetinin içinde anlagan narsani adam eng tez unutib ketadi. Onunda yaxshiraqi ko'rib o'rganish deymiz. Onundan yaxshiraqi o'qib o'rganish. O'qish yana odam mingsida uzun qoladi. O'qishdan keyin yezish deymiz. Yezish eng kuchli bo'ladi. Eng kuchlidan ondan ishlatish. Mama jarayonni bilib olinglar. O'rganishning ichidagi eng ojiz o'rganish anglab o'rganish. 10% ara egallayalaysizlarda buningda. Pomodoro'da aniq va. Anandan keyin ko'rib o'rganish 20% chiqadi. O'qib o'rganish 30, yezib o'rganish 50, ishlatib o'rganish 70. Qayta ishlash jarayonida 100 ga bordi-da u. Shunga sizlar shu men dars o'tganda hargiz gapimni tushuntirishmanglar. Masalan, bu ders so'zlagandan keyin sizlar yezinglar buni. Tushuntirishmanglar, hargiz tushuntirishmanglar. Sevimli saboqdoshlar, yezinglar buni. Kulga yalarimdan tatib yezinglar. Ha degan bo'lsa, ha'ni qatamiz. Ba'zilarlar asosiy men muhim mazmunni xotirlayman deydi. Bu degan feyxo. Sen muhim mazmunini xotirlayman deb sen muhim qaysi gap muhim sen nim bilsin. Bu bir feyxo, bundaq bema'ni gapni qilmangsizlar. Nimaning muhimligini bilmaysizlar hozir. Balkim sizlar eng muhim emas degan narsalar eng muhim bo'lishi mumkin. Hayotingizda shu. Sizlar eng muhim bo'lgan narsalar ba'zida eng muhim bo'lmay qoladi. Muhim emas degan ba'zi odamlar texsillarga aytay muhim bo'lib qoldi. Balkim Mushu narsalarni ichidimi o'xshashlar muhim emas deganlaringlar hamon bir kun muhim bo'ldi. Shu bu yerda muhim emas, muhim yozaman, no. Sil cho'qim hammani xotirlashing kerak. Xotirlagandan keyin o'zinglar xotirlagan narsani o'qiysizlar. Mana ma'vo boshqacha bir tushuntirildi sizlarga, boshqacha o'rgansizlar. Bo'lsa vaqtinglar bo'lsa, yozg'ininglarni davlat tiliga tarjima qilib ko'chirib chiqinglar. Buningni qo'sh foydalimiz. Birisi o'rgangan mazmun texim kuchaydi. Yan birisi bo'lsa davlat yozig'idagi yeziq maharatinglar eshib qoladi o'zligidan. Bilanmaganda lug'atiniz deb. Vaqtda 3 oy davomlashtirib qo'yinglar. Davlat tiliga muslab ketsizlar, yeziqqa muslab, og'zaki ifodalashga muslab ketsizlar. Bu bir go'zal ish. 3 oy, menga vaqt dedim, 3 oyda boshqacha o'zgarib ketsizlar. Bu qo'sh foydalanish. 3-chi uqtirib qo'ydig'im hamda intamallarimiz bor o'zimizdan. Intamalaman men. Shikli nusxa chiqdi bu. Tanlash xarakterlik degandek. Shu intam natijani oldim, men da ko'rib chiqaman. Eng tuyan og'alini tilg'anmaymiz. Eng yuqori og'alini maqtaymiz. Mana shu. Demak, intamida qanchalik elevatganinglar, sizning qanchalik o'zlashtirayotganligingni bildirib mangdi. Uningdan boshqa bu sinf qatnashganlardan biz haq chiqmaymiz hamda, pul elish, elim berim deyilgan narsalar bu jig'lig'ash yo'q. Bu mening sirligim, men ayliydi livu, bu bir so'g'at bu. Ders ama yangi keluvaki yana bir qatam takrorlab o'tay. Haftada 2, payshanba, yakshanba. 5dan 6. Mana shu 2 soatning birsidan da yani avval qarab o'rlashtirib qo'ydik. Ama keyingining ham bir yaxshiri hozir bizning yordamchi dedi. Ma keyinchigan bolalami oldidagini anglay oladi ekan. Ma'mi bir yaxshi bo'libdi mana. Ma'mi yaxshi bo'libdi.
Şu qandaq texnikalik məsələ olsa, bizning tushunchini izlaysizlar, u hal qiladi. Aldirmay hal qiladi, ammo hal qiladi. Boshqa ishlar bo'lsa, meni kuyda qetib olib, men bilan bevosita aloqa qilib, gapingni menga desanglar bo'ladi. Ammo yana bir eskartib qo'yay. Bizning o'quvchimiz salohiyatiga ega bo'lmagan hech qanday xodimga mening kuyimni deb bermanglar. Endi eng oxirida uqtirib qo'ydig'im, suyimli savoddoshlar. Endi hammanglar bilasizlar, sizlar bizning o'quvchi. Unda olgandan keyin bizning darsxonamizdagi darslarni setish huquqinglar bor-da. Majburiyating yo'q. Ma aniq bo'lsin, setish huquqinglar bor. Majburiyating yo'q. Endi bu yerda sizlar bir oy qolmaylar. Dars bir 5-6 qatim o'tilgandan keyin nurg'un narsani tushunishlarchi. Nurg'un psixikalik narsani. Tabiiylar, mushuni ma'mi bilish bo'pti-ekan deb ba'zilar yordam qila oladigan bir holatga kelsinlar. Shunga bu laqa darslarni tashviq qilish yoki setish jihatda biz hech qanday bir baliq besim tushmaymiz. Besim tushmaymiz. Chuqur bunday qilishing kerak. No. O sening huquqinglar, majburiyatinglar emas. Buni alayda imtiyoz hamda bu sizlik. Bugun men shunchalik uqtirish chiqarib qo'ydim. Menimcha deyishli gaplarni biroq deyishdik, biroq etim dog' javob qilishib oldik. Amaliy darsni biz yakshanba kuni birinchi qatimliq dars o'tiladi. Men degandek chuqum dastlabki gaplarimni anglaganda tushunish ko'rinmay, zizavr bilan yezib chiqinglar, yozg'inini o'qiysizlar. Mana ma'chaqda boshqacha bir tuyg'u bo'ladi. Unda yakshanba ko'rishaylik, suyimli savoddoshlar. Mening nishonim shu. Mening nishonim nima desa, sizlarni doim boshqalardan masala so'raydigan odamga emas, o'zi masala so'raydigan bir odam qilib yetildirib chiqish. Mana mening nishonim shu. Buningga vaqt kerak bizga. Endi oranglarda har xil nishon bilan chigallar. Ba'zanlar chuqur psixik bemorlar bo'lishinglar mumkin. Ba'zanlar mening o'quvchilarimning shirkatlarining xodimlari sizlar. Ba'zanlar xizmat qilsizlar. Ish qilib qandaqli masalalarni hal qilmoqchi bo'lsanglar, 90% masalalar mush darsni tushunish jarayonida o'zligidan o'zgaradi. O'zligidanmi? Avtomatik o'zligidan. Sizlar o'zgartmaysizlar. O'zgarildi. Ma'noning diqqat qilinglar. Shunga ba'zi savollaringlarni men xulyo qilib o'taman. Nazardan soat qilib o'taman. Chunki uni men anda qiling orqali emas. Uni men tafsiliy yishib bergandan keyin o'zinglar bunda qildi ekanman, asli bunda ekan deb o'zingni maslahat beradigan bir odamga aylanish kerak. Ondan meni kuyda ayrim jalsanglar bo'ladi, gap qilsanglar bo'ldi. Men qataman. Texnikalik ishlarni mana bizning top boshliqidan so'rasanglar bo'ldi, uni qachilab gap qilsang bo'ldi. Mushkimiz sizlar uchun xizmat qilamiz, mulozimat qilamiz. Hamda o odamchiq bo'lganlik uchun vaqtida qaytarib bo'lmasligimiz mumkin, ammo qaytaramiz. Menmi shu. Mening kuyki numerimni boshqalarga aytib biz o'quvchilarimizning sirtidagi odamlarga aytib bermasligimni chin dilimdan umid qilaman. Chunki mening ularga aloqam yo'q. Men sizlarni tunayman. Sizlar bilan mulozimat qildim. Shu kuyki numerimni xohlagancha boshqalarga aytib bermanglar. Sizlarning gap so'zlaringlar, masalalaringlar bo'lsa so'sang bo'ldi. Ba'zi masalalarga men javob bermayman. Nimishqa deganda, uning javobi mush dars o'tilish jarayonida o'zligidan chiqadi. O'zligidan chiqadi.
Endi bu yerda doim birisidan maslahat so'rash emas, o'zingni maslahat so'raydigan bir odam. Bugun men shunchalik uqtirish chiqarib qo'ydim. Menimcha tegishli gaplarni biroq deyishdik, biroq etim dog' javob o'qishib oldik. Amaliy darsni biz yakshanba kuni birinchi qatimliq dars o'tiladi. Men degandek cho'qim dastlabki gaplarimni anglaganda tushunish ko'rinmay, ziyzavri bilan yezib chiqinglar, yozg'inini o'qiysizlar. Mana ma'chaqda boshqacha bir tuyg'u bo'ladi. Ondan so'ng yakshanba ko'rishaylik, suyimli saboqdoshlar. Bugun men shunchalik uqtirish chiqarib qo'ydim. Menimcha tegishli gaplarni biroq deyishdik, biroq etim dog' javob o'qishib oldik. Amaliy darsni biz yakshanba kuni birinchi qatimliq dars o'tiladi. Men degandek cho'qim dastlabki gaplarimni anglaganda tushunish ko'rinmay, ziyzavri bilan yezib chiqinglar, yozg'inini o'qiysizlar. Mana ma'chaqda boshqacha bir tuyg'u bo'ladi. Ondan so'ng yakshanba ko'rishaylik, suyimli saboqdoshlar. Bugun men shunchalik uqtirish chiqarib qo'ydim. Menimcha tegishli gaplarni biroq deyishdik, biroq etim dog' javob o'qishib oldik. Amaliy darsni biz yakshanba kuni birinchi qatimliq dars o'tiladi. Men degandek cho'qim dastlabki gaplarimni anglaganda tushunish ko'rinmay, ziyzavri bilan yezib chiqinglar, yozg'inini o'qiysizlar. Mana ma'chaqda boshqacha bir tuyg'u bo'ladi. Ondan so'ng yakshanba ko'rishaylik, suyimli saboqdoshlar. Shun qanday texnikalik masala bo'lsa, bizning tushunchani izlaysizlar, u hal qiladi. Aldirmay hal qiladi, ammo hal qiladi. Boshqa ishlar bo'lsa, meni kuyda qetib olib, men bilan bevosita aloqa qilib, gapingni menga desanglar bo'ladi. Ammo yana bir eskartib qo'yay. Bizning o'quvchimiz salohiyatiga ega bo'lmagan hech qanday odamga mening kuykurimni deb bermanglar. Shun qanday texnikalik masala bo'lsa, bizning tushunchani izlaysizlar, u hal qiladi. Aldirmay hal qiladi, ammo hal qiladi. Boshqa ishlar bo'lsa, meni kuyda qetib olib, men bilan bevosita aloqa qilib, gapingni menga desanglar bo'ladi. Ammo yana bir eskartib qo'yay. Bizning o'quvchimiz salohiyatiga ega bo'lmagan hech qanday odamga mening kuykurimni deb bermanglar. Shun qanday texnikalik masala bo'lsa, bizning tushunchani izlaysizlar, u hal qiladi. Aldirmay hal qiladi, ammo hal qiladi. Boshqa ishlar bo'lsa, meni kuyda qetib olib, men bilan bevosita aloqa qilib, gapingni menga desanglar bo'ladi. Ammo yana bir eskartib qo'yay. Bizning o'quvchimiz salohiyatiga ega bo'lmagan hech qanday odamga mening kuykurimni deb bermanglar. Endi eng oxirida uqtirib qo'ydig'im suyimli saboqdoshlar. Endi hammanglar bilasizlar, sizlar bizning o'quvchi. Unda olgandan bizning darsxonamizdagi darslarni setish huquqinglar bor-da. Majburiyating yo'q.